Gazeta hamma vaqt ham jamiyatimizning ko'zgusi bo'lib kelgan. Albatta, gazeta tufayli bugun ro'y berayotgan voqealarni tezkorlik bilan, xolisona yoritilganligini biz ko'ramiz va jamiyatimizdagi o'zgarishlardan xabardor bo'lamiz. Ayniqsa, Ovozi Samarqand gazetasini o'qiganimda men adabiyotchi, o'sha ijodkor sifatida bu gazetaning millatlar o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlash, adabiy jarayonlarni yoritish, ayniqsa o'sha ikki xalqlar o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlashdagi o'rnini doim his qilaman. Mana gazetaning 4-sahifasida hozir ham Hasan Sulaymoniyning kitobidan parchalar keltirilgan, taqdimoti berilganki, bu yerdagi ajoyib madaniyat, san'at, adabiyotga doir maqolalarni o'qib, xalqimizning bugungi ma'naviyatini, xalqimizning o'zaro do'stligini, adabiyotlarimizdan olingan tarjimalar orqali o'sha do'stlik ko'priklari o'rnatilayotganidan xabardor bo'lamiz. Ovozi Samarqand gazetasiga albatta obuna bo'ling.